Namanganga 3 ko'zli kameramiz ketyapti. Chortoqqa akalar. 680 ming so'm kamera. Bitta ko'z bo'ladi, ikkita ko'z bo'ladi. Bular o'ngga, chapga, orqaga aylantirsalar ham bo'laveradi. Ikki ko'zni ham burib ko'rasizlar qo'lda. Pastida 360 aylanadi. Odamni ko'rsa o'zi quylayverib sizlarga video berib turadi akalar. Kanal mikrofoni bor. Wi-Fi ham yo'q bo'lsa, sim kartaga ham ishlaydi. Wi-Fi ham bo'lsa, kabel orqali ham ishlaydi. Hozir buni Chortoqqa beryapmiz, mana akamizga beryapmiz. Kim degan ekan? Namangan Chortoq Jamshidbek akamizga baraka bo'ldi. 32 talik chiplarni ham qo'shib berdik. Ikkosiga ham bittadan dastavkasi bepul. Ular mana ikkita kabel qilib berdik. Wi-Fi'lari bor ekan, mana tayyor yasab berdik. Kabellari bilan boradi, tokka suqadi bo'ldi. Blok bitanasi tokka suqadi. Wi-Fi orqasiga bitta kabelni mana unga va kameraga ulasalar bo'ldi, ishlayveradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Telegramdan aloqa chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bepul. Chet elda bo'lsalaring ham, musofirda, Rossiyada, Amerikada bo'lsalaring ham telefonlaringga ulab beramiz, ishlatib ko'rasizlar. Kasbasi ishlashlari yoqsa, zakladini tashlab berasizlar, jo'natib yuboramiz akalar. Telegramdan bosaveramiz.